Eronga kelayotgan paytimda hammasini o'z ko'zim bilan ko'rishga tayyorman. Hamma yo'qotishlar, hamma vayrongarchiliklarni guvohi bo'lishga tayyorman deb kelgan edim. Afsuski bunday bo'lib chiqmadi. Hozir yuragimni bir o'kinch va achinish hissi, qolaversa vahima ham egallab olgan. Ayni paytda men turgan joy bu Sharif oliy ta'lim muassasasi. Bu yerda sun'iy intellekt, aerokosmika va matematika, kimyo, aniq fanlar o'tiladigan oliy ta'lim muassasasi bo'lgan va bu joy ham portlatilgan. Bu yerda o'z vaqtida minglab talabalar bo'lgan. Ular ilm bilan shug'ullanayotgan bo'lgan. Mana ko'ryapsiz, portlashdan keyin bu binoning ahvolini. Aslida-chi, binoni qayta tiklasa bo'ladi. Ko'rilgan moddiy zararlarni qoplasa bo'ladi, lekin bu yerda halok bo'lgan insonlarni qayta izlab topib bo'lmaydi. Kecha namoyishlarda bo'ldik. Mana shu Oyatulloh Ali Xamenei bilan vidolashishga kelgan erkak va ayol, yoshi qarini ko'rdik. Nega bular kun davomida bir necha kun tinimsiz hayqiriqlar bilan yuribdi? Ko'zlarida nega bu qadar yosh desak, mana bu yerga kelgandan keyin buning mohiyatini yana ham ko'proq tushundik, his qildik va noming o'chsin urush deganlaridek, urushning, vayrongarchilikning hech bir insonga foyda bermasligini yana bir bora o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. O'rtoqlar, tinchlikning, xotirjamlikning qadriga yetish kerak. Ba'zan kommentlarda juda faol bo'lamiz, o'zimizcha qandaydir bir haqiqatlarni izlashga harakat qilamiz, lekin hech bir haqiqat, hech bir narsa yurtning tinchligi, osoyishtaligining oldida hech narsa emas. Osmonimiz musaffo bo'lsin deymiz-ku, bu gap bejizga emas o'rtoqlar. Bir kun urush bo'lgan joyda bilmayman necha yil xotirjamlik bo'lmaydi. U insonning qalbidagi siniqlar, qalbidagi yaralar uncha-muncha vaqt oralig'ida tiklanib qolmaydi. Tinchlikning qadriga yetish kerak. Provokatsion kuchlarga yon bermaslik kerak va bir musht bo'lib hamma o'z yurtini himoya qilish kerak. Fikrlaringizni yozib qoldiring, sahifamga a'zo bo'ling va hali yana tafsilotlarga to'xtalaman. Bitta relsga sig'madi chunki